Jizzaxda bo'lgan sud eshiklari yosh mehmonlar uchun ochildi. O'quvchilar sud binosiga ilk bor qadam qo'yib, adolat maskani qanday ishlashini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Sudga tashrif davomida o'quvchilar sudyalarning ish uslubi, shuningdek, zamonaviy, ochiq va shaffof tizim qiziqtirdi. Bu esa yoshlarda qonunga bo'lgan ishonchni yanada oshirishi shubhasiz. Bu yerdagi sud zallari, muzeyi, faxriylar xonasi bilan tanishib chiqdik va yana biz voyaga yetmagan shaxslarning jinoyati haqida ham eshitdik va bundan o'zimizga kerakli bo'lgan xulosani chiqardik. Shu bilan birga huquqshunoslik sohasiga qiziqishimiz ortdi. O'quvchilar Jizzaxda yangi barpo etilgan binodagi jinoyat, fuqarolik, iqtisodiy va ma'muriy sudlarga elektron murojaat qilish, sud majlislari haqida onlayn xabardor bo'lish va ishlarni masofadan turib kuzatish imkoniyatlari bilan tanishdilar. Sud vakillari adolatli sudlovning asosiy tamoyillari, qonun ustuvorligi, xolislik, ochiqlik va inson huquqlarini himoya qilish masalalarini xalqona tilda tushuntirib berdilar. Bugungi kunda biz sud binosiga tashrif buyurgan joyimiz eng esda qolarli va qiziqarli bo'ldi. Bizga bu soha bo'yicha ko'plab ma'lumotlar berishdi va biz sudyalar faoliyati bilan tanishdik va bu sohaga qiziqishimiz yanada ortdi. Shuningdek, o'quvchilar sud zollari, mediatsiya, tibbiyot, ona va bola xonalari, kutubxona hamda sud muzeyi faoliyati bilan tanishdi. Tadbirning asosiy qismida voyaga yetmaganlar o'rtasidagi huquqbuzarliklar va ularning oqibatlari hayotiy misollar orqali muhokama qilindi. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi degan haqiqat yoshlar ongiga yana bir bor singdirildi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Zohidjon Mamasoliev, Zamon informatsion dasturi uchun.